Bugun Farg'ona davlat universiteti Pedagogika, psixologiya va san'atshunoslik fakulteti Maktabgacha ta'lim kafedrasi tomonidan yangi avlod bolajoni bilan ishlashning 5 ta sehrli texnologiyasi mavzusidagi bugungi seminar maktabgacha ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik va innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish, bolalarning intellektual, ijodiy va shaxsiy rivojlanishiga qaratilgan yangi metodik yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish masalalariga bag'ishlandi. Unda Farg'ona shahrida faoliyat yuritayotgan bir qator maktabgacha ta'lim tashkilotlarining direktor o'rinbosarlari ishtirok etdi. Seminar treningning asosiy maqsadi zamonaviy ta'lim texnologiyalarini chuqur o'rganish, pedagogik tajriba almashish va ularni amaliyotga samarali joriy etishdan iborat bo'ldi. TRIS, EBRU, STEM, LIKVA va Skobovich, Quest kabi ta'lim texnologiyalarining maqsad va vazifalari nazariy hamda amaliy jihatdan tushuntirib berildi. Hammamizga ma'lumki, muhtaram prezidentimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan maktabgacha ta'lim tizimiga juda katta e'tibor berib kelinmoqda. Albatta bu e'tibor zamirida maktabgacha ta'lim sohasida ishlayotgan barcha mutaxassislar uchun, maktabgacha ta'limning tarbiyachi pedagoglari uchun yangicha mas'uliyat, yangicha vazifalarni yuklaydi. Tarbiyachilarga, maktabgacha ta'lim tizimining barcha vakillariga amaliy yordam berish maqsadida seminar treningni tashkilladik. Amaliy seminar juda ham haqiqatan ham qiziqarli, mazmunga boy tarzda kechdi. Ushbu seminar orqali xalqaro tajribalarga asoslangan, xalqaro tajribalarda keltirilgan texnologiyalar yanada keng ochib berildi. Ushbu texnologiyalarni maqsadlari, vazifalari haqida aniq ma'lumotlar berildi. Qo'llash jihatidan amaliy tajribalar orqali bilimlar almashildi. Biz o'z tashkilotimizda albatta yangi avlod bolajonlarini tarbiyalashda, ular bilan ta'lim-tarbiya ishlarini tashkil etishda ushbu samarali texnologiyalarni albatta qo'llaymiz.